Sizda yoningizga 10-chi stolga yetib kelganda sizga $100 daromad, $100 daromad, $30 ustozlik bonus puli va ikkita 4-chi stol uchun klonlar beradi. Endi mana bu yerda ikkinchi hamko'rizam 10 bo'lib yetib kelganda siz 11-chi stolga ko'tarilib olasiz. 11-chi stolga bitta hamko'riz yetib kelganida esa sizga boya aytib o'tganimdek boshqa marketinglarimiz uchun klonlar beriladi. Ya'niki mana shu yerdan mana ikkita boshqa marketingimiz uchun klonlar beriladi. Alimp marketingida 10-chi stolidan bitta klon va Artemisia marketingini 1-chi stoldan bitta klon beradi. Boshida aytdim-ku, nakopitelniy stollar aynan klonlarimiz va mana shu 4 ta marketingga bepul o'tish uchun saqlanib qolinadigan pullar edi. Endi ikkinchi hamko'rizam sizning yoningizga 11 bo'lib yetib kelganda siz 12-chi stolga, ya'ni final stoliga yetib olasiz. 12-chi stolda bitta hamko'riz kelganida, birinchi hamko'riz kelganida sizga $300 daromad va bitta birinchi stoldan Plutus marketingiga bepul joy beradi. Ikkinchi hamko'riz 12 bo'lib yetib kelganda ikkinchi qo'lingizdan $3000 daromad va kompaniyamizning eng katta marketingi, serdaromadli marketingi bo'lgan Titan marketing $2800 bilan registratsiyadan o'tiladi. Lekin siz mana shu $2800 sarmoya kiritmasdan Gigata marketingimizni yopganingiz uchun bepul avtomatik tarzda joy ochiladi. Mana shundan iborat Gigata marketingimiz. Ko'rib turganingizdek, siz agar mana bu marketingga qolgan 4 ta marketingdan ham daromad olishni xohlasangiz, mana pastdan keladigan hamkorlaringizga 3300 mana bu daromadni olishlariga yordamlashsangiz, qolgan 4 ta marketing o'zi avtomatik tarzda yopilib ketadi. U uchun siz boshqa hamkor taklif qilib ishlashingiz shart emas. Demak, siz deylik 15 ta hamkoriz, 15 ta hamkoriz deylik, 15 ta hamkorizga $3300 daromad olishiga yordamlashsangiz, kompaniyamiz eng serdaromadli marketing Titan marketingi va mana shu 4 ta marketingimizdan qo'shimcha marketingimizdan 500 million daromadni ishlab olish imkoniyatingiz bor. Shu uchun ham Gigata marketingimiz eng serdaromadli marketinglarimizdan biri hisoblanadi.